Assalomu alaykum. Tiko ta'mirlash kundaligimni tomosha qilayotganingiz uchun chin dildan rahmat. Ikkinchi Tikoning ta'mirlash kundaligi 3-qismni boshlaymiz. Bugun bu yerga birinchi Tiko, ikkinchi Tiko va do'stimiz Ijini ham mehmon bo'lib keldi. Chichovlar soni tobora ko'payib boryapti. Qarasam, atrofim Tiko bilan to'lib ketayotgandek. Ikkinchi Tikoning bamperini ham birinchi mashinadagi kabi SR versiyadagi bamperga almashtirishni rejalashtiryapman. Birinchi mashinadagi bilan bir xil SR versiyadagi bamperni buyurtma qildim va oldindan bo'yab tayyorlab qo'ydim. Endi faqatgina o'rnatish jarayoni qoldi. Oxirgi bosqichga keldik. Blinkerning shakli mos kelmagani uchun oldindan sotib olib qo'yganim bilan almashtirib qo'ydim. Oldindan tayyorlab qo'ygan burilish chiroqlarini o'rnataman. Bamper yon tomonidagi burilish chiroqlarini ham yangi mahsulot bilan almashtirib o'rnataman. Shu tariqa ikki raqamli Tikoning SR bamperi ham bosqichma-bosqich o'rnatilib, yakuniga yetib bormoqda. Tikoning original tumanga qarshi chiroqlarini oldindan tayyorlab, o'rnatish ishlarini to'liq yakunladim. Tikoning salonida stakan qo'yish uchun joy yo'q. Shuning uchun stakan qo'yish joyi bor bo'lgan Morning avtomobilining markaziy konsolini buyurtma qildim. Kerakli qismlarini moslab, qayta ishlagach, Tikoga o'rnatdim. Yangi o'rnatish ishlari tugallangach, old tomonda ikkita stakan qo'yish joyi paydo bo'ladi. Markaziy qismda ham bitta stakan qo'yish joyi bor ekan. Uzatmalar dastag'iga g'ilofni kiydirib ishni yakunladim. Dvigatel bo'limi uchun ham strut barni import qilib, qo'shimcha o'rnatishga tayyorlaymiz. Dvigatel bo'limiga strut bar o'rnatirgach, Tiko yanada mustahkamroq ko'rinadi. Avval karbyuratorni sozlagan edim, ammo holati ko'nglimga to'liq yoqmadi. Holatini yanada yaxshilashni xohlaganim uchun karbyuratorni yana bir bor qismlarga ajratdim. Bu safar havo qabul qiluvchi manifoldni ham ajratib ko'rdim. Hamma qismlarni yaxshilab tozalab, turli shlanglar va sensorlarni ham birma-bir tekshirib chiqdik. Shundan so'ng hammasini qayta yig'ib, dvigatelni ishga tushirib ko'ramiz. Dvigatelning holati ham yaxshilandi. Endi salonni yana biroz ta'mirlaymiz. A ustaning plastik qoplamasi eskirib, parchalanib ketayotganini ko'rish mumkin. Plastik A ustun qoplamasini olib tashlab, ichki qismini yaxshilab tozalab chiqamiz. Oldindan tayyorlab qo'yilgan qoplamani qayta o'rnatamiz. Salonning muhiti butunlay o'zgarib ketdi. Shu tariqa ikkinchi raqamli Tiko ham to'liq yakunlandi. Endi faqat zavqlanib haydoshgina qoldi.